Bu mini somsachalarni bitta o'tirishda bitta odam 10 tasini paqqos tushirishi aniq. Bu gal iftorlik yoki saharlik uchun xamirlarini ham tayyorlash oson bo'lgan mini somsachalarni ko'rsatib beraman. Xamiri uchun oddiy tuzli suvga o'rtacha yumshoqlikda xamir qorib, 6 bo'lakga bo'lib, birin-ketin yoyib, 72% shidrilitani eritib, birin-ketin surib, taxlab olib, ustini paket bilan yopib, ozgina margarinlari qotgunicha xolodilnikga yarim soatga qo'yib qo'yamiz. Ungacha nachinkasini tayyorlasak ham bo'ladi. Nachinkasi uchun ozgina yog'li qiymaga bir dona katta piyozni qirg'ichcha katta tishidan chiqazib qo'shib, tabga ko'ra tuz, murch, ozgina zirani sepib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Ungacha xamirimiz ham tayyor bo'ladi. Xamirimizni unlab 2 mm qalinligida jova yordamida yoyib olamiz. Voy, uni buni qo'yinglar, sezdinglarmi? Tekis xamiri yoyishni bilmaydigan ayol qizlarimiz uchun bu somsa usuli ayni muddao. Bu usulda somsa tayyorlasanglar, onajoninglar yoki qaynanajoninglardan gap eshitmasliginglar aniq. Xullas, xuddi shunaqa shaklda tugib, xohlasanglar chetlarini yostiqchaga o'xshatib, listimiziga terib, ustiga oddiy tuxumni yaxshilab yelka yordamida atalab surib, oq kunjutlarni sepib, oldindan qisitilgan 180 gradusli duxovkada 30-35 daqiqaga qo'yib pishirib olamiz. Albatta, tepapasi bilan yoqilgan duxovka bo'lishi kerak. Sizlarga mini somsa tayyorlash osonroq tuyuldimi yoki oddiy somsami? Yurichani qizartirib, o'z fikringlarni kommentga yozib qo'yinglar.